Shu velosipedda ketayotgan ekan, birga taklif qildim mehmonxonada qolishga. Hayotimda birinchi marta uchratib qolishimga o'tirgan tog'amiz. Assalomu alaykum. Yaxshimiz tog'a, zo'rmisiz? Sizni video qilyapman YouTube'ga. Qarshilik qilmaysiz? Yo'q, bo'pti. Nechinchi marta chiqishingiz? 5-marotaba. 5-marotaba. Haj umra safariga. Telefon kelyapti, bemalol gaplashib oling. 5-marta chiqish ekan. Andijondan niman dedingiz? Alo. Telefonda gaplashib olsin. Andijondan ekan. Turkuma bo'lgan ekan yo'lga chiqqaniga. Agar kimning ko'nglidan chiqib pul tashlab qo'ymoqchi bo'lsalaringiz, mana shu nomerlarga tashlab qo'yishlaringiz mumkin do'stlar. Ha, tog'amiz ketyapti, mashalloh. Juda xursand bo'ldim ko'rib. Men biram marta bunday narsa uchratmaganman. Birinchi marta umraga ziyorat ketayotgan odamni yo'lda uchratib qolish odam hayajon bosadi ekan. O'zal gaplarimni yo'qotyapti. Ber Ismoil ota mehmonxonasi. Jizzaxda Ismoil ota mehmonxonasi deng. Ismoil ota mehmonxonasi avval ber bank bo'lgan ekan. Bank? Ha, bankning joyi mehmonxona bo'lgan ekan. Qashqar nimaga keldin? Jizzaxda shahridan 30 kilometr chiqdingiz hozir. Yo'q-ku. Ha. Men keldimda Jizzax shahridan 30 kilometr chekkaroq joy ekan bu yer. Mana. Shahardan 30 kilometr uzoqlashib ketibmiz. Shunday joyda. Nasib bo'lsa tog'amiz inshaalloh yaxshi yetib borsin. Kuzatishda davom etingizlar. YouTube'dagilar biz O'zbekistonda, tezkunda Tojikistonda bo'lamiz. Aylanib sizlarga video ko'rsatib boramiz. Tojikiston, O'zbekiston do'stligimiz abadiy bo'lsin. Bo'pti. Nasib tog'amizdan bir ikki sizlarga so'rab beraman, gaplashib bo'lsin. Tog'amiz gaplashib bo'ldi. Tog'a nechta davlatdan o'tasiz? 10 ta. 10 ta sanab bera olasizmi? Qaysi davlatlar? O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya, Kavkaz, Turkiya, Gruziyachi. Bitamas bittami? Gruziya. Keyin Turkiya, Suriya, Iroq. Yo'q. Suriyadan keyin haligi nima? Z ketadi-yu. Endi aytdingiz-ku. To'xtadi, yo'q etdi. Shu Suriya, keyin Falastin bor u yerda. Suriya, Dubay va Makka, Madina. Shu Suriyada urush bo'layotgan joy tugadi hozir. Mana ko'ryapsizlarmi? 8-9 ta, 10 ta davlat bo'lib ketyapti. Mana hisoblab ko'ringizlar, kommentariyada chiqarib, fikr bildirib qo'yingizlar. Xursand bo'ldim ko'rib tog'amizni, mashalloh. Rahmat hammaga, sog' bo'lingizlar.